1059 hadis. G'ani al-Bara ibn G'azib. Bara ibn G'azib radhiyallohu anhu xabar etadi g'ani nabiy payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytgan qawluhu va man lam yahkum bima anzalallohu fa ulayka humul kafirun. Alloh subhanahu va taolo aytadi Al-Maida surasida kim Allohning shariati bilan Allohning shariati bilan hukm etmaykan. Demak bu kishi fa ulayka humul kafirun. Demak bu kishi Allohga ishonmoqchi bo'ladi. Kafir bo'ladi. Dindan chiqqan bo'lib chiqashi. Va man lam yahkum bima anzalallohu fa ulayka humul zolimun. Kimda kim Allohning shariati bilan hukm etmaykan, demak bu kishi zulmlik qilganlardan bo'ladi. Va man lam yahkum bima anzalallohu fa ulayka humul fasiqun. Kimda kim Alloh indirgan oyatlar bilan, Allohning qonunlari bilan, Allohning shariati bilan hukm etmaykan, qada qilmaykan, demak bu kishi fasiqlardan, gunoh ishlovchilardan bo'ladi. Birinchi narsa, dindan chiquvchi, zulmlik qiluvchi ham fasiqlardan bo'ladi. To'yib. Hazikil ayat Şeyh aytadi, bu oyat salasatu min suratil, bu oyat Maida surasidan. Nazalat fil kuffarillazi yahkumuna bi ahkamil jahiliya. Alloh subhanahu taala payg'ambarimiz vaqtida bu oyatni indira kimlarga? Mushriklarga, kafirlarga. Allohning oyatlari bilan tugul, jahillikda bo'lgan zakonlar, qonunlar bilan hukm etuvchilarga indira. ولا يحكمون بشيء من شرع الله فسبب النزول في الكفار ولكن مثلا ايتك الغبرة بغموم اللفظ لا بخصوص السبب. لكن غالبنا bu oyat ilkigi mushriklarga ingan bo'lsa da, lekin uning действиесini chiqmaydi, uning bu oyatning ta'siri chiqmaydi. Hukmi bugungi kunda barliq kishilarga da, musulmonlarga da, musulmon bo'lmagan kishilarga degan ilaga, musulmon bo'lmagan kishilarga da ilaga. Shunga ko'ra kimda kim Allohning shariati bo'la turib boshqa turli zakonlar bilan hukm etaykan, ya'ni hukm etaykan, demak bu kishi dindan chiqadi. Bu kishi dindan chiqadi. Lekin albatta endi biz bugun aytirga tegishimiz, ertaga kimda kim boshqa zakonlar bilan idora etarkan, u dindan chiqdi deb yo'q. Bunda bir zo'r masala bor. Ham olimlarimiz aytadi, qaysi vaqtda kishi dindan chiqadi, qaysi vaqtda kishi dindan chiqmaydi. Qaysi vaqtda bu gunoh, qaysi vaqtda bu gunoh tugul. Shunga ko'ra bunda ish masala bor. Birinchi, fa iza hakama bi g'ayri ma anzalallohu mu'taqidan jawazi zalik ay annahu jaiz fa huwa kafirun kufran akbar mukhrijan min al-millati al-islam in mata ala zalika la khazar lahu fi rahmatillah. Masalan, kishi yashay, bir musulmon masalan. Onun Allohning shariati bilan, Allohning qonunlari bilan hukm chiqarga, idora etirga mumkinligi bor, lekin uni qoldira. Hali qoldira tugul, uning idora etgan boshqa qonunlar, boshqa zakonlar Allohning shariatidan yaxshiroq. Ham shulay Allohning shariati bo'la turib boshqa zakonlar bilan degan idora etirga rixyori, Allohning zakonlarini qoldirsang da yori deb o'ylaykan. Demak bu kishi narsa, bu kishi dindan chiqib ketadi. Bu kishi dindan chiqib ketadi. Mana birinchisi bo'ldi. Ikkinchisi, va in hakama bi g'ayri ma anzalallohu va huwa ya'taqidu anna al-hukma bima anzal. Ikkinchisi kishi Sheyx aytadi, agardi boshqa zakonlarni Allohning zakonlari bilan bir tegiz darajaga qo'yar ekan. Ya'ni bir tegiz darajaga qo'yu deganda biz musulmonlar anglaymiz, Alloh indirgan, shu Qur'onda indirgan hukmlar, ahkamlar, zakonlar, vojiblar, amirlar, tuyular, bular nindigina zakonni olma yaxshiroq. Bunda ayt musulmonning ya'ni samninisi yo'q bu sizlarda. Shulay endi. Chunki Alloh subhanahu va taolo bu g'alamlarni borliqqa keltirdi, kishilarni borliqqa keltirdi. Ham kishiga anga eng o'ng'ayli zakonlar tushirdi. Ham biz buni bilamiz. Shunga ko'ra biz qo'limizdan kelgancha biz Allohning amrlari bilan, Allohning hukmlari bilan yashab, shu hukmlarni turmushga oshirishga tirishamiz. Ham biz ularning eng yaxshi bo'luvida bizning bir nima shigimizda yo'q. Lekin ertaga bir kishi o'ylaykan, masalan, bir Indiyada, bir yerda, bir ilda bir kishi bir zakon o'ylab topdi, Allohning zakonlari tugul. Ham bu zakonlar da Allohning zakonlari shekilli shunday kamil, shunday yaxshi, примерно bir o'rinda deb o'ylaykan. Bu kishi narsa
Dindan chiqib ketadi. Bunisi ikkinchi bo'ldi, aymi? Ham uchinchisi va in hakama bi g'ayri ma anzalallohu va huwa ya'taqidu anna hukmallahi haqqun va annahu awla va arham bil ibad. Uchinchi kishi ul ya'ni Allohdan boshqa zakonlarni qo'llana. Boshqa zakonlarni qo'llana. Lekin uning i'tiqodi nindi? Alloh inonuvi. Allohning zakonlari barliq zakonlardan da yaxshiroq. Allohning zakonlari barliq zakonlardan da yaxshiroq. Ham ul ayta, ular yaxshiroq kishi uchun yengilroq, yaxshiroq, durustroq, g'adilroq odam bolasining uchun ekanining i'tiqodi bor. Uning to'g'ri shigida yo'q. Walakin lahu fi nafsihi awghar, lekin uning bugungi kunda shu Allohning zakonlarini turmushga oshirishga mumkinligi yo'q. Ya'ni o'zining da'ifligi orqasida. Ya'ni boshqa kishilar menga ruxsat etmaylar. Masalan, ul bilan masalan bir qo'yda ishli. Lekin anga mumkinligi yo'q, anga ruxsat etmaylar. Ul bilan Allohning zakonlari yaxshiroq ekan. Ul bilan eng adil, eng durust zakonlar Allohniki ekan. Lekin u bugungi kunda boshqa zakonlar bilan qo'llaniladi. Majburiy, ya'ni o'zining da'ifligi orqasida. Shayx ayta, bunday kishilik, ya'ni bu kufrlik, lekin bu zo'r kufrlik emas. Bu zo'r gunoh, u zo'r gunoh, ham bu kishi dindan chiqib ketmaydi. Bu kishi dindan chiqib ketmaydi. La yakhrujuhu min millati al-islam. Hamaning bu amallari uning islom dinidan chiqarmaydi. Islom dinidan chiqarmaydi. Va innama huwa kufrun amali. Hamini shuna ko'ra bu kufr duna kufr deb aytadi qo'yimlarimiz. Bu kufr, ya'ni kishi kufrdan lekin zo'r gunohlardan bo'lib turadi. Lekin zo'r gunohlardan bo'lib turadi. Shunga ko'ra bugungi kunda kishi o'ylaydi, Allohning qonunlari bilan yashash, Allohning zakonlari bilan idora etib, u nidir davlat masshtabida, ya'ni nidir idora masshtabida bo'lirga tegishli deb yo'q. Kishini o'z turmushida, o'z uyida hatto bo'ldira oladi. Bu turmushga oshira oladi. Hatto kishi o'z uyindagina o'zining oilasi orasida bo'lgan hatto nidir amal qilib shu islom dinidan chiqib keta oladi. Masalan, u Allah xotini bilan muomala qilganda, xotini bilan muomala, oilasi bilan, bolalar bilan biror muomala qilganda, u Allohning shu o'zining uyida, uy masshtabida u shu Allohning shariatini turmushga oshira oladi. Shulaymi? Bolasini tarbiyalaganda, xotinlar bir narsa qo'shganda, amr etganda, endi birendi oilasi bilan yolg'ishlik qilib ularga nakazaydi. Ularga bilan hukm chiqarganda, jazosini berganda, u Allohning shariati bilan idora eta oladi. Lekin u masalan yo'qdi, masalan ertaga bir kishi uyida o'tira. Bu Alloh, masalan bizga payg'ambar bizning dinimizda bor narsa keldi. Qur'on oyatlarida, hadislarda nishik bolani tarbiyalarga, nishik xotinni tarbiyalarga, nishik ko'rishlarga muomala qilirga, nishik boshqalarning ishlarga keldi borasidan. Ertaga bir kishi uyda o'tira, yo'qdi. Bolani tarbiyalov bugungi kunda masalan Allohning shariati durust tugul. Mana bundan indiranda Ivan Ivanovich anda yozdi masalan bir kitob bolani tarbiyalov turida. Вот mana shu shab kitob. Shu bilan Allohning zakonidan aybatrak bu kishi narsa ishlaydi. Dindan chiqib ketadi. Dindan chiqib ketadi. Balakaygina narsa. Shunga ko'ra bugun biz shunga ko'ra darsimizni tamomlab shu og'ir temani tamomlab aytamiz. Kishi Alloh bugun bizning Allohning shariatini biz taniymiz musulmonlar. Birinchidan e'tiqodi bo'lgan deyish Allohning shariati eng komil. Inonirga deyish eng komil, eng yaxshi, eng durust, eng adil. Ondan boshqa yaxshisi yo'q. Mana birinchisi. Ikkinchisi kishining bugun agar bizning qo'limizdan mumkinlik kelar ekan Allohning shariatini turmushga oshirib, biz ana turmushga oshiramiz. Bir boshqa kishilarga ziyon keltirmishi, albatta davlatga ziyon keltirmishi, bir kishiga ziyon keltirmishi, akingna o'zi bizda shu shariatni turmushga oshiramiz. Aymi? Hamda uchinchisi shunday muhim masala, ertaga biz biror kishini ko'ramiz ekan, nindir boshqa zakonlarni qo'llanib qaror chiqara, Allohning shariati bilan hukm etmay, anga kufrlik bildiruv, uni dindan chiqara oshiqma, sen bilmaysan. Nega ol Alloh ishli? Balki uni bo'ldira olmaydir bugun. Balki uni nesadir tiyadir. Balki uning inonuvi subhan Allohning shariatidan da yaxshi shariat yo'q, lekin u barbartik gunohligina kishilar deb shunga ko'ra
бу мәсьәләләрдә игътибарлы булырга кирәк. Баракаллаһу фикум, субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.